Qirg'iz qahramonining jinoyatga boy karyerasi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz, like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Qirg'izistonda boshlangan tozalash ishlari haqida ko'p va xo'p gapirgan edik. Mamlakatda prezidentdan keyingi ikkinchi odam sifatida ko'rilgan Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi sobiq rahbari Qamchibek Teshayevning kutilmaganda lavozimidan olinishi ko'pchilikni hayron qoldirgan edi. Buni qarangki, davlat birligini mustahkamlash vaji bilan bo'shatilgan Tashiyevning asta-sekin quloq eshitmagan jinoyatlari chiqib kelmoqda. Tandemning parchalanishi. Qirg'izistonning yangi tarixida 2020-yilgi oktyabr voqealari nafaqat hokimiyat almashuvi, balki mamlakat boshqaruviga siyosiy tandem tushunchasini kirib kelishi bilan muhrlandi. Sadir Japarov va Qamchibek Tashiyev ittifoqi o'tgan 5 yil davomida mamlakatning ichki va tashqi qiyofasini tubdan o'zgartirgan asosiy kuch bo'lib xizmat qildi. 2020-yil 16-oktyabrda prezident tomonidan Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi etib tayinlangan Tashiyev tez orada mamlakatdagi eng nufuzli davlat arboblaridan biriga aylandi. Bu shunchaki yangi tayinlov emas, balki davlatni boshqarishning yangi modelini yaratish edi. Japarov yumshoq kuch va strategik yo'nalishlarni o'z zimmasiga oldi. Tashiyev esa tizimning temir qo'liga aylanib, korrupsiyaga qarshi kurash, chegara masalalari va ichki tartibni saqlash vazifasini bajardi. Shundan so'ng Tashiyev qo'lidagi imkoniyatlar ham kengayib bordi. Korrupsiyaga qarshi kurash xizmatidan tortib, Bosh prokuraturagacha o'z ta'sirini o'tkaza olgan Tashiyevni xalq mamlakat rahbaridan ko'ra ko'proq tanigan. Uning qo'l ostida jamlangan o'nlab davlat tuzilmalari hukumatdan deyarli mustaqil bo'lib qolgan edi. Hatto ba'zi xalqaro ekspertlar uni keyingi prezident bo'lishi mumkin degan prognozlar qilishgan. Bunday ortiqcha shov-shuv va nihoyat Tashiyevning boshini yedi. Joriy yilning 10-fevral sanasida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi, bosh vazir o'rinbosari Qamchibek Tashiyevning lavozimidan ozod qilinishi mamlakatning o'ziga xos siyosiy tizimiga yakun yasadi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining xabar berishicha, bu qadamning asosiy maqsadi davlat birligini mustahkamlash va jamiyatda, jumladan davlat idoralari o'rtasida bo'linishlarning oldini olish edi. Biroq boshqa sabablar ham bisyor. Ko'plab mutaxassislarning fikricha, Tashiyev o'z ambitsiyalarining qurboni bo'lgan. Bu voqealar Qirg'iziston prezidentiga muddatidan oldin saylovlar o'tkazish bo'yicha murojaat fonida sodir bo'ldi. Japarov matbuot kotibining xabar berishicha, Tashiyevning yaqin atrofidagi shaxslar go'yoki deputatlarga qo'ng'iroq qilib, ularni general tomonga o'tishga va prezidentlikka muddatidan oldin yangi saylovlar o'tkazish tashabbusi bilan chiqishga ko'ndirishga harakat qilgan. Eng qizig'i, 75 kishi bu haqda prezident va parlament raisiga rasmiy xat yuborgan. Ular orasida akademiklar, sobiq deputat va amaldorlar borligiga qaraganda, ushbu 75 talik kimgadir ishonib prezidentga chaqiruv tashlagan. Ayrimlar bunga Tashiyevning qo'li borligi haqida gapirgan. Shu sababli Japarov va uning atrofidagilar yangi huquqiy vakuum fonida Tashiyevga xavf ko'rgan ehtimol. Garchi Tashiyevning o'zi bir necha bor prezidentlik poygasida qatnashmoqchi emasligini va Sadir Japarovni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qilgan bo'lsa-da, siyosatda potensial xavfga o'rin yo'q. Tashiyevning iste'fosi ortidan tizimda jiddiy tozalash ishlari boshlandi. Birinchilardan bo'lib Tashiyevning o'rinbosarlari lavozimidan ayrildi. Chegara xizmati Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tarkibidan chiqarildi. Shuningdek, bevosita prezidentga bo'ysunuvchi yangi davlat qo'riqlash xizmati tashkil etildi. Mahalliy parlament spikeri Nurlanbek Turg'unboyev o'g'li iste'foga chiqarildi. Transport prokuraturasi boshlig'i lavozimidan Tashiyevning jiyani Nurgazi Matisakov ham olindi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarida Tashiyevning o'qul bola, ya'ni asrab olingan o'g'li deb atalib kelingan transport va kommunikatsiya vaziri Abdusattar Sirg'abayev ham lavozimidan ozod qilindi.
shuningdek Iqtisodiyot va tijorat vazirligi huzuridagi monopoliyaga qarshi kurash xizmati raisi ham almashdi. Bungacha ushbu xizmatni sobiq raisning sinfdoshi Janile O'razbayev boshqarib kelgan. Atrofni tanish-bilish bilan to'ldirib olgan Qamchibek Tashiyevning siyosiy karyerasining bu tarzda qulashi atrofdagi unga bog'liq mansabdorlarni ham tortib ketdi. Yangi qilmishlar. Bir vaqtlar Qirg'izistonda korrupsiyaga qarshi kurash ramziga aylangan sobiq xavfsizlik boshlig'i Qamchibek Tashiyevning o'zi endilikda davlat pulini o'marishda ayblanmoqda. Rasmiy ritorikada tozalash siyosati targ'ib qilinayotgan bir paytda amaliyotda davlat resurslari ustidan nazorat kim qo'lida ekani haqidagi savollar kun tartibiga chiqdi. Qirg'iz neft-gaz atrofida ochilgan so'nggi surishtiruvlar bu tizimning ichki mexanizmini ochib berdi. 2021-2025 yillar oralig'ida davlat neft kompaniyasi kamida 4 milliard so'mdan 45 million dollar ortiq zarar ko'rgani aniqlangan. Bu oddiy iqtisodiy xatolik emas. Bu tizimli sxemalar natijasi sifatida talqin qilinmoqda. Surishtiruv 3 asosiy mexanizmni ko'rsatadi. Birinchisi, ishlab chiqarishdagi yo'qotishlarni sun'iy oshirish. Rasmiy hisobotlarda 29 ming tonna neft yo'qotilgan deb ko'rsatilgan. Holbuki real texnologik yo'qotishlar bundan bir necha baravar kam bo'lishi kerak edi. 5 yil davomida Qirg'iz neft-gaz qariyb 879 ming tonna neft qazib olgan bo'lib, mutaxassislarning ko'rsatmasiga ko'ra, real yo'qotishlar qazib olingan hajmning 1% oshmagan. Bu shuni ko'rsatadiki, 5 yillik yo'qotishlar ko'pi bilan 9 ming tonna bo'lishi mumkin. Demak, taxminan 20 ming tonna xomashyo g'oyib bo'lgan. Va bu 560 million so'mlik zarar degani. Ikkinchi sxema vositachilar orqali daromadni so'rib olish. Davlatga qarashli Qirg'iz neft-gaz kompaniyasi zavodi mavjud bo'lishiga qaramay, neft avval xususiy firmalarga sotilib, keyin ular neftni qayta ishlash uchun yana davlat zavodiga o'z nomlaridan topshirgan. Bu jarayonda asosiy foyda aynan vositachilar qo'lida qolgan. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu sxema orqali davlat kamida 3 milliard so'm daromaddan mahrum bo'lgan. Eng muhim nuqta esa 3-sxemada ochiladi. Ushbu tizimning yakuniy bosqichi tayyor mahsulotlarni sotishdagi tanlovli yondashuv bo'lgan. Eng foydali mahsulotlar xususan dizel, mazut, tor doiradagi xususiy kompaniyalar orqali sotilgan. Bu kompaniyalar orasida Tashiyevga yaqin yoki qarindoshlari bo'lgan bog'liq biznes subyektlari borligi qayd etiladi. Shundan so'ng ushbu yoqilg'i boshqa xaridorlarga, jumladan xorijiy treyderlarga qayta sotilgan. Ayrim hollarda mazut yana o'sha davlat zavodining o'ziga qaytib kelgan. Masalan, Irrigation Oil firmasi bir necha yil ichida qariyb 466 million so'mlik mazut sotib olgan. Zavoddan dizel yoqilg'isini Teymuraz Tashiyevga tegishli firma olib, keyinchalik uni Jalolobod viloyatidagi munisipal korxonalarga sotgani bo'yicha holatlar o'rganilgan. Tashiyevning qarindoshlari xaridorgir bo'lmagan A80 benzini va naftani sotib olishga qiziqish bildirmagan. Shu sababli zavod ularni mamlakatning yirik neft treyderlari Alfa Oil va Partnyor neftga sotishga majbur bo'lgan. Bu yerda masala faqat korrupsiya emas, bu davlat aktivlarining oilaviylashtirishi, nepotizm haqida. Xususan Tashiyevning qarindoshlari neftni qayta ishlash va realizatsiya tizimini turli bosqichlarda faol ishtirok etgani aytiladi. Hatto uning jiyani Boyqo'zi Matisoqov neftni qayta ishlovchi Qirg'iz Petroleum Company korxonasiga rahbarlik qilgani qayd etiladi. Hozirgi vaqtda ushbu zanjirda ishtirok etgan xususiy kompaniyalarning aksariyati o'z faoliyatini to'xtatgan yoki izoh berishdan qochmoqda. Soliq organlari milliy byudjetga yetkazilgan zararning yakuniy ko'lamini aniqlash uchun tekshiruvlarni davom ettirmoqda. Tizimning inqirozli holatini Qirg'iz neft-gaz ochiq aksiyadorlik jamiyatining yangi rahbari Samsali Chimbayev tasdiqlagan. Yana bir muhim jihat, bu sxemalar davlat kompaniyasi foyda ko'rgan davrga keladi.
Masalan, 2023-yilda kompaniya milliardlab so'm foyda qilgan. Bu esa savolni yanada keskinlashtiradi. Agar kompaniya foyda qilayotgan bo'lsa, unda milliardlab yo'qotishlar kim hisobidan yopilgan? Shunga qaramay, bularning bari tashrif fenomenining obro'sini pasaytirish, xalqning sevimli amaldorini unutishga undash yoki unga nisbatan nafrat kayfiyatini shakllantirishga qaratilgan harakatlar ham bo'lishi mumkin. Lavozimdan ketgan bo'lsa-da, hanuz tarafdorlarga ega bo'lgan sobiq xavfsizlik qo'mitasi rahbarining hokimiyat kursisi uchun jiddiy raqib sifatida ko'rilish hech kimga sir emas. Ammo barcha dalillar unga qarshi ishlayotgan bir paytda bunday fikrlar o'rinsizdek ko'riladi. Bu voqealar Markaziy Osiyoda keng tarqalgan modelni eslatadi. Rasmiy ravishda korrupsiyaga qarshi kurash olib boriladi, ammo amalda iqtisodiy resurslar tor etiladi, tor elita qo'lida jamlanadi. Tashrif misolida bu model yanada aniqroq ko'rinadi. Davlat apparati va oilaviy biznes manfaatlari o'rtasidagi chiziq deyarli yo'qotilgan. Xulosa qilib aytganda, Qirg'iz neft-gaz ko'rfasidagi mojaro oddiy iqtisodiy jinoyat emas, balki tizimli muammo, davlat kapitalining siyosiy va oilaviy manfaatlarga xizmat qila boshlaganining yorqin misolidir. Agar bu tendensiya davom etsa, Qirg'iziston neft sektori iqtisodiy emas, balki siyosiy resurslarga aylanishi ehtimoli yuqori.